Mana ikkita to'sin chiqib qoldi oradan. Shuni orasidan olib ketamiz. Mana. Bu tomonda ham to'sin, bu tomonda ham to'sin. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana navbatdagi kanalimizni yoqib oldik. Shuni azimda kerak bo'lsa, salohida nomerlar qoldiramiz, bemalol murojaat qilaverasizlar. Pechka 1.5lik. Andijon viloyati Buloq oshiga kelib, akamiz ekinsini o'rnatdik. Akamiz Rossiyada turib zakaz qilishdi. Lokatsiya tashlab berishdi, kelib o'rnatib yoqib berdik. Kimga shuni xizmatda kerak bo'lsa, salohida nomerlar qoldiramiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Yoqib, sinab berdik. Xizmatlar vodiy bo'ylab aloqaga chiqaverasizlar. Umuman tutun qaytarmaydi, shamollar ham umuman tutun qaytarmaydi, xudo xolasa. Xizmat bo'lsa, vodiy bo'ylab hamma yo'lni o'zimiz olib borib, o'rnatib, yoqib beramiz. Totishlariga gap yo'q. Har doim shunaqa qilamiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Videoga like bosib, kanalga yangilar bo'lsa, obuna qo'yasizlar. Uydaga sement qum, sheperdan chiqadigan bo'lsa, azbiz turba. Bir bakalashga gel olib qo'yadi, qolganini avlizobga g'ish, pechka, qanotda bor. Yonboshdagi issiq ham chiqadi. Pechka umuman uyda isitishga xizmat qiladi, xudo xolasa. Turbalar yechiladi. Qoqib, almashtirib qo'yilaveradi. Orqa tomonini ham ko'rsatib qo'yamiz. Orqa tomoni ham o'ta chiroyli, go'zal holatda bo'ldi. Aloqaga chiqaverasizlar. 3,5 ga 5 xonalar ikkitasini bemalol isitib beraveradi. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.